Hindistonning Tamil Nadu shtatidagi pirotexnika zavodida 19 aprel kuni portlash yuz berdi. Hodisa oqibatida kamida 25 kishi halok bo'ldi. Bu haqida shtat politsiyasiga tayanib BBC xabar berdi. Hodisa yakshanba kuni Virudunagar tumanidagi Vanaja Fireworks korxonasida yuz bergan. Portlash vaqtida bino ichida qariyb 50 ishchi bo'lgan. Ulardan 25 nafari old ayvonda ishlayotgan edi. Kuchli portlash oqibatida zavodning 3 ta ishlab chiqarish binosi butunlay vayron bo'lgan. Qutqaruv ishlari chog'ida yana bir portlash yuz berib, bir nafar o't o'chiruvchi og'ir jarohat olgan. Jabrlanganlar shifoxonaga yetkazilgan. Aksariyatining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Hozirga qadar halok bo'lganlardan 22 nafarning shaxsi aniqlangan. Qurbonlarning aksariyati ayollardir. Ayrim jasadlar kuchli yong'in oqibatida tanib bo'lmas darajada yonib ketgan. Politsiya zavod egasi va brigadirga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Ayni paytda ular voqea joyidan qochib ketgan. Ushbu mas'ullarni qo'lga olish uchun 4 ta maxsus guruh tuzilgan. Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, zavod rasmiy litsenziyaga ega bo'lsa-da, qator xavfsizlik qoidalari buzilgan. Mahalliy ma'muriyat zavodning dam olish kuni ishlaganini birinchi va asosiy qoidabuzarlik deb atagan.